Assalomu alaykum aziz kanalımız a'zolari. Bugun sizlarga ajoyib chapallarni ko'rsatacakman. Hozir Xiva Ardadagi Mohi milliy liboslarini filialida turibmiz. Mohi milliy liboslarida ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham ina ajoyib chapallar kelibdi. Ayollar uchun chapallarni hozir bu yerda ko'rsataman qalinlarini. Hozir erkaklar uchun ishundim ajoyib turkmanli original chapallari kelibdi. Qo'limda ko'rib turganingiz bular 650 ming so'mdan. E'tibor etamiz azizlar. Mana originali bu. Mana o'zini nimalari? Logotiplari deymizmi? Pechatlari deymizmi? Sifatini bildiruvchi o'zini nimasi? Belgisi mana. Bu 650 ming so'mligi. 450'lik ham bu. Ina 450 ming so'mligi selgina farq etadi ekan. Selgina yuqoriroq din ekan. 450 ming so'mligi. Ina bu aynan shu narsa bu. Lekin bu 550 ming so'm. Bu ancha qalinroq, ancha mustahkamroq bunga qaraganda. Bular narxi 550 ming so'm. Eng nimasi? Birinchi ko'rsatganimiz bular ina. Bular 650 ming so'm edi. Keyingi videolarimizda ayollarnikidan ko'rsatib o'tamiz chapallarini. Pastdan nomer qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda dasturga aytib ham beradilar. Bemalol olqa chiqishingiz mumkin.